Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz sizlar bilan soft skill haqida gaplashamiz bu blokda. Bugun konkretni networking haqida. Men nazarimda O'zbekistonda networking bu asos boy bo'lishga. Ya'ni eng takoy boylik tagida nima turadi desa, men krug deb hisoblayman O'zbekistonda. Bu siz tanishlaringiz, bu siz qaysi insongacha chiqa olishingiz, bu qaysi insonlar bilan chiqisha olishingiz. Sababi O'zbekistonda ko'p narsani tizim emas, aynan insonlar hal qiladi. Bu yaxshimi yomonmi, u boshqa masala. Tizim shunaqa ishlaydi. Shuni hisobiga shuni inobatga olib qo'yganinglar yaxshi. Qancha erta shuni tushunsanglar, shuncha yaxshi. Misol uchun aytaylik, Yaponiya kabi yoki aytaylik, Shveysariya kabi tizimni joyiga qo'yib bo'lingan, o'sha rivojlanishda to'xtab bo'lgan, rivojlanib bo'lgan davlatlarda balki unaqa emas, balki u yerda odamlar hal qilmas hech narsani, balki u yerda tizim hal qilar hamma narsani. Lekin bizda konkretni insonlar hal qiladi. Shuning hisobiga qancha ko'p tanishingiz bo'lsa, yana bir marta, hatto даже aytaylik shu Yaponiyani olasizmi boshqa joyda, u yerda ham shunaqa networking qoidalari ishlaydi. Prosta u yerda networking sizni aytaylik boy bo'lishingizni tam 70-60% hal qilib bersa, O'zbekistonda bu 80-90%. Ya'ni O'zbekistonda bu yana ham aktualroq, yana ham ko'proq ish beradi. Endi networking qanaqa kuchli tomonlar bor? Networking o'zi nima? Networking bu tanish bilish, orttirish qobiliyati. Qo'pol qilayotganda, mana pram dehqoncha tushuntiradigan bo'lsam, tanish bilish, orttirish qobiliyati bu networking deyiladi. Networking shunaqa. Endi networking nima uchun kerak o'zi? Bir nechta asosiy pluslari bor networkingning, shu pluslarni aytaman. Birinchisi, ishlar tezroq bitadi. Birinchisi, eng zo'ri networking orqali siz ishingiz tezroq bitadi. Misol uchun siz aytaylik, oddiy misol beraman. Misol uchun men podkastga kimdir chaqirmoqchiman. Deylik, Zafar aka Hoshimov chaqirmoqchiman. Men tanimayman u kishini, lekin meni boshqa kuchli tanishlarim bor. Meni aytaylik, Murod aka Nazarov tanishim bor aytaylik, misol uchun yoki Hasan aka, Husan aka Mamasaidovlar. Men ular orqali Zafar akaga chiqishim mumkin. Yoki Zafar akani aytaylik, kuchliroq tanishim bo'lishi mumkin. Balki Zafar aka u insonni rosa hurmat qilishi mumkin. Birorta ustozlari bo'lishi mumkin. Men u kishini tanisam, men shu odam orqali aytishim mumkin. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz podkastim bor edi, Zafar akani chaqirib, bo'ldi deydi, bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib beradi. Men o'zim borib Zafar aka men topa olmayman. Fanlar bilan kunduz topa olmayman odamni, men topa olmayman. Qayerdan topaman bu insonni? Shunaqa zanitoy odamni, shunaqa bir biznes katta insonni topish qiyindir yani. Lekin tanishlar orqali chiqish osonroq. Bu rekomendatsiya deyiladi. Ya'ni kimdir sizni rekomendovat qilishi mumkin. Kimdir sizni aytishi mumkin, bu bola zo'r deyishi mumkin va hokazo. Va qanchalik o'sha siz haqingizda to'g'ri gapirgan insonlar yuqoriroq bo'lsa, shunchalik ishingiz bitishi osonroq bo'ladi. Ko'p joyda, juda ham ko'p joyda, bu по факту realni ko'p joyda prosta tak bir yilda zo'rg'a bitiradigan ishingizni bitta tanishingiz shuni bitta qo'ng'iroqda bitirib berishi mumkin. Bor shunaqa insonlar O'zbekistonda shuni oladi. Allo, короче, mana bunaqa deydi, bo'ldi, ishingiz bitdi. Shu networkingga katta kuchi, eng qizig'i bu yerda bitta narsa bor. Ish bitirish masalasida biz hali networking yana boshqa pluslarni aytib beraman. Tanishlarni imkon qadar har xil zonalarni orttirganingiz yaxshi. Misol uchun davlat ishidan tanishlar, bank sohasidan tanishlar, tadbirkorlar orasida tanishlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar orasida tanishlar, yuristlardan tanishlar. Tanishlaringiz qanchalik spektr katta bo'lsa, shunchalik yaxshi, shunchalik sizning qo'lingiz uzunroq bo'ladi, ishlaringiz tezroq bitadi. Xo'p, networkingni ikkinchi plus tomoni bu maslahat olish uchun yaxshi odamlar ko'p bo'ladi. Ya'ni maslahat olish uchun, misol uchun men hozir biznesimda qiyinchiliklar bor deylik. Men borishim mumkin, Mirshod aka Shakirovga telefon qilishim mumkin. Mirshod aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Chunki men taniyman, u inson juda ham yaxshi. Uyga ham necha marta borganman, men borishim mumkin, uyga borishim mumkin. Keyin davron deydi. Vaqtlar bo'lsa, shu vaqtini ajratadi menga, men boraman, 1 soat, 2 soat o'tirib gaplashaman. Misol uchun mana Hasan Husan akalarni oladigan bo'lsak yoki Luboy mana mediadagi odam oladigan bo'lsak, ularning vaqti pul. $700, $500 1 soatida. Men shu $500-700 to'lashim shart emas. Men chunki taniyman ularni, men telefon qilaman. Allo, ustoz, bitta maslahatli ish bor edi. Prosta boraman, tut bo'ldi. Shu ish bitdi. Tamom, ya'ni tanish bilish juda ham ko'p narsani hal qiladi mana shu masalalarda. Tushunibsizlarmi? Ya'ni sizni maslahat olishingiz ham oson bo'ladi. Misol uchun, siz eng topoviy O'zbekistondagi topdagi miyalari, O'zbekistondagi eng boy, umuman hech qanaqasiga oldiga ham kelib bo'lmaydigan, top bo'lmaydigan odamlarga shunchaki bitta qo'ng'iroqda chiqib, ko'rishib, gaplashib, ovqatlanib birga
любой maslahatini olasiz. Любой kitobdan, istalgan kitobingizdan chuqurroq, yaxshiroq, eng qizig'i holatga maslahat olishingiz mumkin. Holatni konkretni tushuntirib berib, "Aka, mana shu holat" deyishingiz mumkin. Tars maslahat beradi, ishlaringiz bitib ketadi. Konkret ishlaringiz bitib ketadi. Men juda ham ko'p ko'rdim bunaqa narsani. Men juda ham ko'p o'zim shaxsan nechta odamni oldiga olib kirdim. O'zimni tanishlarimni bu odam bilan tanishtir deydi kimdir. Bu odam bilan tanishtir deydi. Necha marta olib kirganman va necha marta odamlarning ishi bitib ketgan. Necha martalab bo'lgan bu narsa. Necha martalab bo'lgan bu narsa. Endi keyingisi. Networking uchinchi plus tomoni networking qurish osonlashishi. Ya'ni tanish bilishingiz ko'p bo'lsa, networkingingiz katta bo'lsa, networking qurishingiz yana ham osonlashadi. Yana ham osonlashadi. Misol uchun men hozir o'zimni tanishlarim orqali boshqa yana kuchli insonlarga chiqa olaman. Bir og'iz gap, ustoz men bilan tanishtirib qo'ying, aka men bilan tanishtirib qo'ying, uka men bilan tanishtirib qo'ying va hokazo. Любой bilan tanishish mumkin. Misol uchun har bitta tanishlari ko'p-da. Takji ular menga iltimos qilish mumkin. Davron, men bu akani tanir ekansan. Davay, uchrashuv uyushtir, bo'ldi, вообще muammo yo'q deyman. O'zi borsa u topa olmaydi odam. Men shuni link qilib yo'naltirib qo'yaman, bo'ldi. Bular tanishib ketadi bir-biri bilan. Va men ulab qo'yaman bir-biriga. Ya'ni bu yerda bitta narsani tushunishlik kerak. Networkingiz qanchalik zo'r bo'lsa, kuchli bo'lsa, tanish bilishingiz qanchalik ko'p bo'lsa, zo'r bo'lsa, shunchalik sizda yana ham ko'proq imkoniyat ochiladi tanish bilishga. Yana ham ko'proq networking shu setingizni ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Va bu juda ham zo'r, haqiqatan ham zo'r. Misol uchun men hozir mana deyarli istalgan insonga bitta qo'l orqali men tanishman deyarli O'zbekistonda. Deyarli istalgan insonga через bitta qo'lman chiqishim mumkin. Через bitta uzoq ikkita qo'l bo'lib ketadi u kam holatda. Ko'pincha men biroq kishi men kerak bo'lsa, men shuni tanishlarim bilan gaplashib chiqaman, telefonlashib chiqaman. Qaysidir biri, "Aka, bo'ldi, taniyman" deydi. Yoki qarindoshim-ku deb borishim mumkin va hokazo. Bular bilan aloqa o'rnatish qiyin bo'lmaydi. 4 plus networkingda bu biznes qilish osonlashadi, karrasiga osonlashadi, kollaboratsiyalar, men shaxsiy brend haqida umuman gapirmayman. Bemalol bir-biringlar bilan qanaqadir kollaboratsiya qilib, bir-birini podkastga chaqirib, bir-biringlar bilan nimadirlarni qurib, biznes qilib, birga qilsanglar bo'ladi, juda ham ko'p narsani. Aytaylik, siz yaxshi bitta mutaxassissiz, qo'lingizda hunaringiz bor, misol uchun IT siz tanishlaringiz ko'p, qaysi tadbirkor bor, shuni olasiz. Boya men shu mana sizlarga o'tgan darslarda tushuntirganimdek, o'tgan blogda anaqa investor topish tushuntirganimdek, bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu yerda даже osonroq. Misol uchun men mana dasturchiman, mana analiz qildim bozorni, odamlarga mana bu kerak ekan, $50,000 pul kerak, kompaniya 70% sizga beradi. Puli bo'lsa bo'ldi, beradi. Juda ham oson. Pulni bera olmasa, u sizga kim beradigan odam topib beradi. U o'zi investor topib bera oladi sizlarga. Ya'ni bu yerda biznes qilish juda ham osonlashib ketadi. Tanish bilish orqali shu qanaqadir bir kollaboratsiya qilib, boshqa narsa qilib, hamkorliklar qilsanglar bo'ladi. Juda bir variantlar ko'pda biznesga, imminni biznesga. Keyingi plus tanish bilish orqali ish topish oson. Rekomendatsiyalarga, boshqa narsaga, tanish supervayzeringiz bo'lsa, yo uni firmasiga, yo boshqa firmalarga ishga kira olasiz. Ko'p joyga ishga kira olasiz. Va по факту realni tanish, men o'zim nechta tanishim, men o'zim ishga olib kirganman. Men o'zim shaxsan nechta tanishimni tavsiya qilib, boshqa qilib ishga olib kirib qo'yganman. Juda ham ko'p bo'lgan bunaqa narsa. Va tanish bilish orqali ishga kirish oson bo'ladi. Ijtimoiy himoya kuchayadi, ya'ni bitta plus tomoni. Ijtimoiy himoya kuchayadi deganda nima nazar tutyapman? Sizni ko'pgina yaxshigina tanishlaringiz bo'ladi. Ya'ni bu dunyo juda ham xavfli va jamoaviy o'yinchi bo'lish kerak bu dunyoda. Ya'ni jamoangiz kuchli bo'lsa, tanishlaringiz kuchli bo'lsa, sizni в принципе nimadir qilish qiyin bo'ladi. Tim bo'li qasddan kelib kimdir nimadir qila olmaydi sizga. Sababi sizni tanish bilish kuchli, siz baquvvat orqangizda odamlar bor. Bu insonlar sizni himoya qila oladi. O'zingizni mabodo himoya qila olmay qolsangiz, bu insonlar точно qurbi yetadi. Mana shunaqa odamlarni networking orqali siz o'zingizni kurgizga olishingiz mumkin va networking mana shu tomonlar plus. Endi networkingga ayrim qoidalari bor, O'zbekistonda zo'r ishlaydigan qoidalari. Men gapirib o'taman, qoidalarni aytib berishimdan oldin networking asosini tushuntirib bering. Iltimos, qanaqa ma'noda? Ya'ni buni gapirishim kerak emas o'zi aslida. Po umolchanию tushunarli bo'lish kerak. Lekin gapirib o'taman baribir. Birinchi masala, iltimos, bu gigiyena. Sasib yurgan odam kimdir bilan tanishish juda ham qiyin. Men oldimga shuncha ko'p odamlar keladi, hayron qolasiz, bir 70% dan hid kelib turadi. Yo terri hidi, yo yana bir narsani hidi. Men aytaman lekin, men aytaman, u deyman, sendan hid kelyapti, cho'milib kelgan deyman.
yoki tam qo'ltig'ing hidi kelyapti, yoki yana bir narsani hidi kelyapti. Prosta odamga aytib qo'yish kerak. Bu yerda bitta zo'r rivoyat bor, hikoya bor bitta. Qisqasi turli ko'pgina qirollar yig'ilibdi bitta joyga. Ko'pgina mamlakat qirollari ikkita dushman yonma-yon o'tirib qolibdi. Ikkita dushman yonma-yon o'tirib qolibdi-da. Keyin haligi shu bittasi Mo'g'ulistonning qiroli, Angliyaning qiroli deylik. Mo'g'ulistonning qiroli Angliyaning qiroliga aytibdi-ki, menga qaragin debdi. Dushman-ku ikkitasi, san debdi. Og'zing yomon sasiyapti debdi. Vashi bor, og'zing sassiq ekansan, sassiq ekansan debdi. Keyin Angliyaning qiroli ketibdi Angliyaga, ketibdi-da uyga boribdi. Xotinni oldiga. Xotinga aytibdi-ki, qirolichaga, "Men qaragin debdi. Mani debdi, og'zim sasiydimi desa, ayol aytibdi, endi boshqa erkak bilan hech qachon birga bo'lmagan. Men bilmayman, erkaklar hammasini hid tushunadi o'ylar ekanman debdi ayol. Keyin vazirlarni chaqiribdi, aytibdi-ki, "Mana shunaqa qilmasa endi biz sizga aytishdan qo'rqdik" debdi. Ko'ryapsizmi? Yani dushmani aytganiga yaxshi bo'lganda bu narsa. Aytish kerak, "Oy, og'zingdan hid kelyapti" yoki "Jivachka chaynama" deb. Qo'pol emas yoki chekkaga olib o'tish kerak. Odamlarga shuning uchun bu narsani tushuntiraylik. Bu birinchi masala, ikkinchi masala kiyim. Sal bo'lsa ham kiyim yangi yoki brendli kiyimmi? Mana brendli kiyinmayman, hech qanaqa brend emas, prosta oddiy toza kiyim. O'tda dog' yo'q, qanaqadir g'ijim-pijim bir narsalar kiymaydi. Oddiy keyin asosiy narsa shu gigiyena, yana tam hid, tam sochingiz yog'lanmaganligi yana bir narsa. Prosta kir bo'lmasa bo'ldi. Chiroyli bo'lib bir narsa qilish shart emas. Mana shu narsani inobatga oling. Endi qoidalarni gapirib beraman. Birinchi qoida, networking qoidasi, bu odamlarga qiziqish kerak. Odamlarga qiziqish kerak. Yana nima degani? Odamlarga qiziqish kerak degani, men nima demoqchiman? Realni po faktu kibri yo'qotish kerak va odamlar bilan qiziqish kerak. Menga juda ham, men o'zimda shu qobiliyatni rivojlantirganman. Men realni bir kishi bilan o'tirib qo'yib, menga o'ta qiziq. U nima qiladi? Qanday pul topadi? Men nimadir o'rgana olayman bu insondan. Любой soha, xoh bo'lsin bu qanaqadir bir prokuratura ishchisi bo'lsin, xoh bo'lsin bu tadbirkor bo'lsin, yo'nalishidan qat'iy nazar men искренне qiziqishga harakat qilaman va shu narsani o'zimda o'zi rivojlantirib oldim. Men qiziqaman. Nima, qanday qilamiz? Misol uchun, men oldimga birorta grafik dizayner keladi. Menga qiziq qanaqa tomoni, qanday grafik dizayner pul topsa bo'ladi? Qanday topasan pulni deyman. Boshlaydi aytish, gapiradi. Bu yerda zo'r tomoni bor. Bu inson o'zi haqida gapiradi. Boshqa odamlardan siz ustun tomoningiz nimada? Odamlar bir-biri bilan qiziqmaydi, bor-a. O'sha egoistichniy qanaqadan qiladi. Bunisi kutib o'tiradi. U gapini tugatguncha o'zining gapini tiqish uchun, unisi kutib o'tiradi, bu gapini tugatguncha o'zining gapini tiqish uchun. Bir-birining gapini tiqib o'tiraveradi, hech qanaqa to'lq yo'q. Po faktu odamlar bilan qiziqsangiz, gaplashsangiz, искренне qiziqsangiz-da, misol uchun, men даже uyi yo'q insonlar ham menga qiziqdi. Qanday bu darajagacha kelgan? Po faktu ba'zida o'tirib gaplashib qolgim keladi, aka degim keladi, qanday mana yosh katta misol uchun birorta odam o'tiribdi. Endi bu ham maktabda o'qigan u inson ham qattadi. Uyi bo'lgandir, nima holat bo'ldiki, mana shu ariq ichida yotibdi hozir. Odamlar bilan qiziqishinglar kerak, odamlarga qiziqishinglar kerak. Odamlar bilan qiziqishinglar bu sizlarning super kuchinglar bo'ladi. 90% insondan bir pog'ona shuni ko'tarisizlar tepaga. Prosta odamlar bilan qiziqish orqali. Qanday, nima qilyapti, hokazo. Tam doпрос emas, nima qilasan? Qancha pul topasan? Unaqa emas. Po faktu prosta muloqot paytida qiziqsangiz sizlarga oson bo'ladi kommunikatsiya qilish. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida bu tinglash. Ko'proq tinglang, kamroq gapiring. Bu umumiy qoida. Networkingda ham zo'r ishlaydi. Umumiy qoida, ikkita quloq, bitta og'iz bor. 2 barobar ko'proq eshitinglar, gapirganinglarga qarang. 2 barobar ko'proq eshitinglar, chem gapirasizlar. Sizlarga bu narsa juda ham katta benefitlar keltiradi. Juda ham katta benefitlar keltiradi, juda ham katta foyda keltiradi. Benefit degani foyda degani ko'p anaqa qila olasizlar o'zingiz uchun. Ko'p foydali tomonlari ko'p bu narsani. Eshitinglar, tinglanglar. 98% muammo tilda. Shu 98% muammo tilda. Shu narsani tushunib olishingiz uchun qancha kam gapirib ko'proq tinglasangiz, shuncha ko'p ham bilasiz, kamroq muammolaringiz ham bo'ladi. Bu ikkinchi qoida. Uchinchi qoida, krugga har doim kengaytiring. Krugga kengaytirish deganda men nazarda tutyapman. Krugga kengaytirish deganda ya'ni turli xil kruglarga qo'shiling. Ya'ni bir xil krugda o'tiravermang hadeb. Qarama-qarshi fikrlaydigan kruglarga ham borib turish kerak. Hatto bir qiziqish uchun. Har xil krug. Meni kruglarim вообще spektri juda ham katta. Menda qora akalar ham bor.
Manda o'zimni ko'cha og'aynilarim ham bor. Ichadi, chekadi, boshqa qiladi bu bolalar. Bular ham meni kurugim. Bular ham meni kurugim. Meni biznesmen kurugim bor. Meni dindan yiroq kurugim bor. Meni dinga yaqin kurugim bor. Meni har xil kuruglar. Men hammasi bilan zo'r chiqishaman. Bular bir-biri bilan chiqisha olmaydi. Bular muammosi. Misol uchun, mana bu yerdagilar bularni vaqti tan olmaydi, bularni tan olmaydi. Bularni ko'cha yomon odamlar deydi, bularni deydi, o'zidan yasab olgan deydi. Mana shunaqa. Lekin men hammasi bilan zo'r chiqishaman. Davlat insoni bilan ham zo'r chiqishaman. Huquqni muhofaza qiluvchi organdagi ishlaydigan odamlar bilan shuni til topishib qo'yaman. O'tirib soatlab gaplashib o'tira olaman. Soatlab. Mana shu narsani o'zida inson shakllantirish kerak. Ko'pchilik xatosi men nazarimda shu bitta krugga kirib olganda o'tib bo'ldi. Bundan tashqari hech narsani ko'rmaydi, bilmaydi. Bu vakuum. Bu matritsa, bundan chiqib ketish kerak. Shuning uchun 3-qoida kruglarni har doim kengaytiradi. Meni ko'p yaqin og'aynilarim ham, mana shu ko'cha bolalar deganim, bular yaqin og'aynilarim ham. Bular ham mana shu muammoga ega. Bular ham vobshe hech kim bilan tanishmaydi. Men tushunishinglar uchun har hafta bitta minimum bir kishi bilan tanishaman. Haftasiga kamida bitta odam bilan tanishaman. Prosta odam emas, odatda yo tadbirkor bo'ladi, yo qayerdadir mansab bo'ladi, nimadir bo'ladi. Обязательно qanaqa networking kecha bo'ladi, qayerdadir nimadir bo'lib tanishiladi. Bu kengayadi mana shu narsa. Xo'p, 4-qoida odamlarga nimadir bera oladigan darajada bo'ling. Bu nima degani? Bu degani ko'proq kitob o'qing. Meni oldimga hozir fizika olib kelib o'tirg'izib qo'ysiz, u bilan ham gaplashaman. Falsafadan u bilan ham gaplashaman. Любой odam olib kelib men gaplashib o'tiraman. Любой odam, absolutno любой inson bilan men gaplasha olaman, mavzusidan chetga qolib ketmayman. Qanaqadir fikr bildira olaman. Sabab men juda ham katta spektrdagi kitoblarni o'qiganman, ko'p o'qiganman, в принципе. Va odamlarga nimadir bera olaman men o'zim. Qanaqadir fikr bera olaman, logichniy fikr olaman. Mana shu narsa shunga o'z ustida ishlash kerak inson. Nimadir bera oladigan bo'lganingizdan keyin siz insonlarga siz ham qiziqib olasiz. Keyin sizni insonlar qatqadir chaqirgisi keladi. Keyin sizni insonlar sizga telefon qilgisi keladi. Keyin sizni insonlar maslahat olgisi keladi sizdan. Va hokazo. Shuning uchun aqlli bo'lishga harakat qilinglar, ko'proq o'qinglar, ko'proq bilinglar, ko'proq ustingizda ishlanglar. Keyingi 5-si bu samimiy bo'ling, ya'ni o'zingiz bo'ling. Spetsialni o'zgarish kerak. Men hamma bilan bir xilman, men hamma bilan o'zimman. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni hamma bilan bir xil degan, hamma bilan bir xil gaplashaman degani emas. Ba'zi odamlar bilan boshqacha gaplashasiz. Misol uchun, ba'zi insonlar bor, jag'latingiz insonlar bor. Ular bilan sal boshqacharoq gaplasasiz. Ba'zi insonlar hazil ko'taradi, bilasiz. Hazillashib gaplashingiz bo'ladi. Ba'zi insonlar yoshi katta sizdan, yoshini hurmat qilib gaplashadi. Ba'zi insonlar sal kichkinaroq, prikol qilishingiz mumkin ularni. Misol uchun shogirdingiz bo'lishi mumkin, prikol qilib gaplashishingiz mumkin. Tam yosh kattaroq odam uni o'zi prikol qilmaysiz. Va hokazo. Bu boshqa masala. Samimiylik degani xarakter negizi bir xil bo'lishi kerak-da. Qanday bo'lsa shunaqa bo'lishing kerak. Boring shu tomon bo'ldi. Sal moslashsanmi holatga, endi og'ayning bilan gaplashganda dadang bilan gaplashmaysan-ku, farqi bor-ku. Bu yerda ham moslashiladi-da, lekin po faktu samimiylik, ya'ni o'zligingizni yo'qotmasligingiz kerak. Va oxirgi qoida, networking qoidasi, odamlarni ortidan hech qachon yomon gapirmang. Imkon qadar odamlarni ortidan yomon gapirmang. Qayerdadir bari nimadir gapiribsiz, boshqa qilasiz, lekin bu krugga ham bog'liq. Misol uchun menda shunaqa narsalar bor. Meni og'aynim bor. Men og'aynimni ustidan kulib tashlayman, yig'latayoraman-da, kulib. Men vobshe, lekin bir kishi so'rasa men u haqda yomon gapirmayman. O'zini ustidan kulib. Lekin birorta krugda ham men doim obro'sini ko'tarib qo'yaman. Doim birorta krugda o'tirsak ham men po faktu aytaman, hech qachon ustidan kulmayman, konkretni aniq qilaman. Mana shunaqa narsa bor. Misol uchun mana bizda rob bor. Men doim prikol qilaman uni, lekin sotuvchilar oldida prikol qilmayman. O'zini sotuvchilar oldida prikol qilmayman. Doim anaqa yaxshi gapirib, jiddiy qabul qilaman. O'zimiz qolganimizda qilib tashlashim mumkin, ustidan kulib tashlashim mumkin, lekin qolgan paytda mana shu narsaga e'tibor berishlik kerak. Chunki zo'r gap bor, tilim mening, dushmanim mening. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Baga.